Assalamu alaykum. Kitap o'qishmon beri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Men hozir Gretsiyaning Paris arlida. Shundaq bir chiroyli kunda, suratdek go'zal bu manzirda Gulchehra Cho'ng Alam Azizning 40 kecha nomli kitobini davomlashtirib o'qib beraman. Ba'zi kecha umrdan uzun. Ba'zi kecha umrdan uzun. Chunki dilda agiydi qo'yun. Sening bilan o'tkazgan kunlar tush bo'lib qoldi uzundan uzun. Bir turkcha naqshida ba'zi kecha umrdan uzun degan misrani anglab miyqimda kulib ekanman. Bir kecha qandoqmi umrdan uzun bo'lsin? Yo'q. Bu misrani yozgan shoirmi xuddi mendek xiyol aslima qo'ynida umr batlarini xulos qilib, xiyolining chekiga yetolmay, parlaq quyoshdan umid kutib, kech pardasining yirtilishiga zoriqib charchagan bo'lsa kerak. Bu hissiyotni u shundoq obrazliq misralar bilan ifodalab yozolab ekan. Hayotda shundoq bir kechalar bo'ladi-ki, ba'zida shirin aslamalar, tatliq uyqu, shirin tushlar qo'ynida tong atmaskan, mushu sezimdan ayrilib qolmasamkan deb armon qiladigan. Yana shundoq bir kechalar bo'ladi-ki, bu kecha shunchalik uzun, shunchalik jimjit, shunchalik azobliq, xuddi mangu tong atmaydigandek. Mushu qorong'ulik bilan mangulik yepiladigandek. Bu 40 kecha dal mushundoq uyqudan bidor azob bilan o'tdi. Rahmatlik onam har kuni kashta chiroyli kechilik kiyimlarni kiyib yetish oldida, voy, bu kecha ajab ulug' yartilgan jumi. Namozlarimni vaqtida o'qib, tarat bilan yetib olsam, shunda xush bo'laman. Ata salomat ko'rishkili nasib bo'larmi degan andishammi bor. Odam bir kun xafa bo'lgan bo'lsa-mu, kechasi bir uxlab qopsa, untiladi. Kechining xosiyati jiqchumi deb so'zlagan pet yotadi. Men bo'lsam, shu kuni bo'lgan ishlarni onamga tafsili so'zlab beratdim. Borgan, kelgan, ko'rishgan, so'zlashgan hammani yepidan yenglisgacha so'zlaydim. Onam hammasidan xulosa chiqarib, qaysi ishimning to'g'ri, qaysisining noto'g'riligiga javob beradi. Kaynidan o'zimi mahalladagi ayollardan anglagan, Qashqardan kelgan telefonda deyilgan gaplarni so'zlab beradi. Uningga ham ko'z qarashlarini qo'shib, baholarini so'zlab, oxirida menga tugumas nasihat tushadi. To'la anglab yot bo'lib ketgan bu gaplarning beshi chiqib bo'lguncha oxirini deb, bo'ldi ana, bu gaplarni menga deb bo'lgan deb gapini o'zib etadi. Hozir shu qilganlarimga shunchalik pushaymon qilaman. Inson degan shundoq armon, o'kinish bilan o'tadigan o'xshaydi. Diqqat qilsam, xil odamda bir xil ulug', kichik tinish, hasratlik tiniqlari uchib turadi. Bumi balkim kashmish ichidagi to'ldirg'isiz bo'shliqning nidosi bo'lsa kerak. Bir kuni onamga ma'lum radio stansiyasidagi bir xonim bilan tasoddifiy tanishib qolganimni, mening kasbiy qiziqish doiramda uzoq paranglashganligimizni, atsi u ayolning meni ayrim suhbatga taklif qilib qolganligini so'zlab berib, suhbat jarayonimizni tafsili deb berdim. Qora ana, bir radio stansiyasi anglatish vaqtini uzatmoqchi ekan. Bu xonim mendan programmalarimizning loyihasini tuzish bersingiz deb talab qilyapti. O'ylab baqsam, bu mening kasbim ekan. Meni eng qiziqtirgani, bu ishni qilsam, yeningda ko'p tura oladi ekanman. Yiroqqa, O'rta Osiyoga, Qozog'istonga ketarmi degan andishangmi yeniklaydi ekan, dedi.
u tarafdagi ishingizni shundaqla tashlab etsangiz qandaq bo'lar? Ularning sizga bo'lgan ishonchi ham hurmatini yerda qo'yarsizmi, qizim? dedi anam. Olmutudagi hayotimda ko'p narsalarni tushundim. Vatan muhabbatini, yurt sevgisini, madaniyat farqini texmi cho'nqur ma'nosi bilan tushundim. Moddiy ham ma'naviy jihatdan ko'p narsaga erishdim. Lekin erishganim bilan yo'qotganim oz emas. Ma'naviyatim mukammallashgan bilan turmushda erishishga tegishli ba'zi narsalarga erisholmadim. Rahmatli dadamning yuzini ko'rolmagila tas qoldim. Endi yana undaq hasrat qilishni xohlamayman. Duoyingni ilib yeningda turay. Meni bosh-boshda gap o'nglamaydi deysan-ku. Oxiri yana bir qitim o'zim qaror qilay. Bu ishda shu ayol bilan hamkorlashishni qaror qildim, dedi. Anam u ayolning shirkat qurmasingiz bo'lmaydi degan so'zdan sal ansirab, "Jinim qizim, siz odamlarga oson ishinib ketasiz. Shirkat deganning rasmiyati to'la. Kinolarda ko'rimiz, uni siz bir odam qila olmaysiz. Ko'p o'ylaning. Aldiraqsonlik qilma", dedi. U xonim Barna achamning do'sti ekan. Yaxshi ayol deb maqtab berdi, dedim. U xonim Barna bilan do'st, lekin siz bilan hamkorlashquchi. O'tiranglarda foyda manfaat munosabati bor. Bu bek nozik munosabat. Barna hozir sizni hamkorlashib ishlang, shirkat quring degan bilan keyin yeningizda bo'la olamdi. Shunga o'ylab ish qiling qizim, deb bu ishga rozilik bermay turib oldi. U ayol meni bu ishga qiziqtirib, kunda izlab aromimni qo'ymadi. Anam tanqislik qilayotganligimni ko'rib, oxiri "Bo'pti, qiling. Bu pulni qo'shib ishilting. Ananing bergan puli barakatli bo'ladi. Buning arsida haramga borganda oshgan pullarmi, ozroq dollarmi bor. Allah ishingizga barakat ato qilar. Bu halol pul qimirtirish bo'lib, haloldan rizqingiz ko'payar balam", dedi va 40 ming yuan, 105 dollar va Saudiya Arabistonning riyollarini berib, ishlarimga osonlik tilab uzoq duo qildi. Duoga ko'targan qo'llarimga yoshlarim oqmoqda edi. Shu kundan boshlab shirkat rasmiyati bejirishni bir vakolatchi o'ringa topshirib, ishxona ijara elib, uni bezashga berdim va kech kunduz programma loyihasi tuzishga kirishib ketdim. Oldi bilan o'zim yaxshi ko'radigan bolalar programmasi loyihasini tuzmoqchi bo'ldim. Anam televizor ko'rishdan radio anglashni yaxshi ko'radi. Shunga anamga dedim: "Ana, seningcha o'smirlar programmasini qanday shaklda ishlasak o'zgacha bo'lar? Buni ashu o'smirlarning qiziqishiga asosan qilsangiz yaxshi bo'larmikin? O'smirlar cho'ng onalarining cho'chak aytib berishiga amroq. Madhiya xonimmi, ya'ni akamning qizini demoqchi. Hozirgacha hikoya aytib bering deb uxlamaydi. Bo'lsa, bolalar tilida essa, texmi yaxshi." Haras ana Momayning tilida har kuni bolalarning uxlash vaqtiga to'g'rilab, yarim soat cho'chak aytib bersa, tafakkurim jonlandi, dedim. "Momay nereden topsiz?" dedi anam. "Sen aytib beramsan ya ana?" dedim chaqchaq qilib. "Aytib bersam berdim. Ko'zinglarni yumib, cho'chkimni anglab uxlab qilinglar. Ata maktabga borsizlar. Davomini ata yana aytib beraman deb uxlatib qo'yaman", dedi anam kulib turib. Shu an kallamga yangi bir shakl keldi. Ana ovoz artisti Abida Momayning ovozida cho'chak o'qib bersa,
aralıqıda sen degəndək appak qozularım, çöçəkni, közünlarını yumup anlanlar, uxlap qalsanlar, əti yana etib berək. Canım ballarım, momanlar qeyrib qaldı, untuqaqmı bo'lib qaldı, tönögün nəgi kelgan edik? Deysə, balalar tushmu-tushdan, Çintömür Batur'ның ovuğa chiqib ketgan yeriga kelgan edik, deysə, momay, ha, endi esimga keldi, deb davomlashtirsa, mushundaq tabiiy bo'lsa yaxshi chiqarmi ana? deb so'radi. Bo'ladi, toza obdan bo'ladi. Hamma programmani siz loyihalamdikansiz, mushundaq yarim soatdan qilg'ili tursangiz, qandoq to'shqizib bo'larsiz qizim, dedi. Hammani men qilmayman. Mening qiladiganim 4 soatlik qismi. Mana sana o'qib beray, deb loyihasini odamga o'qib berdim. Yana birsi turmushga yaqin programma qara. Radio bo'lgandan keyin ovozini texnikalik usul bilan o'zgartib etsak, ismini mi o'zgartsak, xohlagan odam o'z kashmishini so'zlab bersa, uningga psixologlar maslahat bersa, bakchalliq ham yaxshi programma bo'ladi. Buningda riyosatchi bak muhim. Riyosatchining chuqum universal bilimi, yuqori safhasi bo'lishi, riyosatchi ziyorat obyekti bilan nihoyat samimiy muңdishib, oldida turgan mikrofonni unutildirib, riyosatchi bilan emas, sirdosh do'stim bilan so'zlashyapman, ko'nglimdagini to'kyapman-ku degan ta'sirotga keltira olish kerak. Qizim, kashkicha dardmanni so'zlatmay, xo'shalliqni so'zlatdinglar. Dardmanning dardini anglamak, uningga do'st bo'lmakmi qiyin. Turmush deganga aldirab bir nim degili bo'lmaydi. Turmush degan men degan o'g'il bolalarni kuldi ko'mash qilib etalaydi. Nini sahib jamal qizlarni ajoyib qismat qo'ylarga salalaydi. Rahtinga ishonma, baxtinga ishon degan bekor chiqqan gap emas. Turmush hammani o'zgartib etadi ekan. Anisi ko'ziga qarab cho'ng qilgan har o'g'il bolalar xotinining ko'ziga qaraydigan bo'lib qoladi ekan. Ma ishmandoq balam desa, xotinining ko'nglini ayab quloq solmaydi ekan. Kelinlar nazarda kot-kot qaynona bo'ladi ekanmiz. Ona bo'lmoqmi tas ekan. Bola degan kichikida bola ekan, cho'ng bo'lganda biz balalardan qo'rqadigan bo'lib qoladi ekanmiz. Ona, sen mening loyihamni anglayotamsan, yo menga dardingni so'zlayotamsan? Qiyni degina, men bir sana maslahat berib baqay. Nima darding bor? Bir deyishib baqayli, dedim. Anada shu balaning dardi bo'ladi ekan. Men demayman. Ananing qalbini ana bo'lmagan odam tushunmaydi. Ha, oxirini o'qinga anglay. Esimga kelganini dedim. Kimga deyman? Kishiga desa sat bo'ladi, ichiga solsa dard bo'ladi. O'qinga, dedi anam. Romanlarni diktorlar o'qib berdigan ishni o'zgartib, obrazlarga bo'lib, o'qitib, muzika, taqlidiy ovozlar bilan kirishtirib ishlab baqay dedim. San'at institutida o'qigan Tohir Yasin ismli bir bola bor ekan. Shuning bilan so'zlashdim. Shu bola kirishtirdigan bo'ldi. Okingiz Anna Kareninaning xanzuvchisini anglayotdi. Uning shundoq yaxshi o'qibdi. Xanzuvchini tushunmasammi, bu romanning uyg'urchisini men yaxshi ko'rib o'qig'ach, hissiyatidan yaxshi o'qiganini tushundim. Unimi siz degandek mushundaq obrazlarga bo'lib o'qib ekan. O'ylig'ingizdek qilsangiz yaxshi chiqadi, dedi anam. Ha, ondan mashhur shaxslarni tanishtiradigan bir program ishlamoqchi. Buningda mashhur tabiiy fan, ijtimoiy fan olimlari, san'atkorlar tanishtiriladi. Davr, yosh cheklimisi bo'lmaydi, dedi. Chet elninkinimi qo'shinglar, rangdar chiqadi. Menda Pushkinning she'rlar to'plami bor edi. Yaqindala yo'qitib qo'ydim.
bir she'rini shu yillarda xotiramga ko'chirib olgan. O'tganda bir gezitda Kiyori xonimni tanishtirib ekan, o'qib bak ta'sirlangan ham kesib ilib qo'ygan edim. Mana buningdan mı foydalaning? Sizningmi shundoq bir natija qozongan qiz bo'lishingizni bak armon qilatdim. Allah ko'rishga nasib qilar. Deb tortmadan kesilgan bir gezit parchasini elib berdi. Gezitni o'qib Maria Kiyori asli polshalik ekanda, bu Fransiyaga o'qishga borgan chaqda Polshani ruslar besib olgan ekan. Shu chaqda eri Pierre Kiyori bilan tanishib, vatanining taqdirini azob bilan so'zlab berib, yig'lab ketgan ekan. Pierre bu vatanparvar qaysar qizning vatanining taqdiriga esdoshlik qilib, uni bag'riga besib, muhabbatini izhor qilib, to'y taklifini qo'yib ekan. Uning tadqiqoti uchun qurbon berib, Nobel mukofotining sohibi bo'lishga yordam qildi ekan. Dedim, hayajon bilan. Mana buni muhabbat deymiz, dedi anam. Turmushda bir-biriga ishonsa, yar yo'lak bo'lsa, oila gullab yashnaydi. Menmi shundoq zehni ochiq, hayotga intilib turadigan qiz edim. Qashqarcha qoida yo'sullar meni ba'zi cheklamalar ichiga bekindirmagan bo'lsa, menmi balkim xeyli ishlarni qilar bo'lg'aydim, dedi anam o'kingandek. Undaqmı deb ketma, Kiyori xonimdek bo'lolmasangmi, bizdek 5 balani qatarga qo'shding. 12 navrang, hatto bir chavrangmi bor. Chavri ko'rish hammalik onaga nasib bo'ladigan baxt emas shumi? Haras, yana texi muqaddas shahar Makkani haj tavob qilding, dedim onamni so'yib qo'yib. Yoshligimni, muhabbatimni, borlig'imni oilamga berdim. Xizmatmi qilmay, balam, uyim deb yashapdimi? Balalar cho'ng bo'lib elibla bizni unutib qoladi ekan. Ana, sana kitobiy hikmatlarni so'zlab beray. Bu dunyoda jonliq, jonsiz hamma narsa muhabbat deb yig'laydi ekan. Faqat shu muhabbat kuldirdi ekan, ham yig'ildi ekan. Amaliyotda kelinlardan, bolalaringdan sen talab qilgan suyishni, muhabbatni kutganingdek beralmadi deb og'rinsin. Bolalaring yuragingning, vujudingning bir qismi. Qo'yningda erkilab yurgan bolang tuyuqsiz boshqa bir ayolning quyruqida yursa, chidamasliking mumkin. Bu chidamaslik ishtorlikdan emas, yaxshi ko'rgan narsasidan ayrilib qolganiga bo'lgan isyoni. Ulug' onalar pishmagan qizlarning o'g'lini o'zidek asriy olmasligidan, kuyinmasligidan andish qiladi. Mana shu onaning farzandiga qiyolmagan, mehriga qanmagan, chanqagan hissiyoti qaynona bilan kelin o'tirsida erimigan muz qatlamini shakllantirib qo'ydi, dedi. Bu so'zlarni kitob o'qiganda so'zlab ketibdiman. Qarasam, onam yig'lab etibdi. Balkim shundaqdi. Ularmi qaynona bo'lganda bizni tushunadigan voy isit deb pushaymon qiladi. U chaqda quyruqimizni qum besib bo'lgan bo'ladi. Ana, programma loyihalayman deb seni yig'iltib o'ltirman ya. Bo'ldi. Yig'lamag'ina, qani eliqi Pushkinning she'rini o'qib bera, yezib olay. Anamning xotirasi shundoq yaxshi edi. Hatto bolaligidagi darslik kitoblardagi mazmunlarni, qo'shiqlarni to'liq esida saqlagan edi. U ko'z yoshlarini surtib etib, Pushkinning she'rini to'limi yenik deklamasiya qilib berdi. Agar hayot oldisa seni, hasrat chekma, bo'lma parishon.
tinchlanmak lazım qayg'uda, xo'shal kunlar keladi hamon. Мәңгү alğa talpinar yurak, razı bo'lmas bugündün insan. Hamma o'tib ketar bir pasda, o'tganlari bo'lur qadrdan. Ye ana, nimdaq chiroyli deyirki bu, kimga beg'ishlab yozgan bo'lg'aydi? dedi. Burun Dünya Edebiyatı jurnalining qaysi bir sanida o'qigan edim. Pushkin bir yezig'i chiqib, burun yaxshi ko'rgan bir qiz bilan qayta uchrashib kelib, hayotda sal tushkunlashgan shu qizning daftariga bu she'rni yozib berib ekan. Bu she'rga muzika ishlanib ekan. Ta bugungacha aytilib kelayotgan mashhur naqsh emish. Hay, mushundaq bir shoir bir ayol uchun do'ilda o'lib ketdi ha? Nima degan afsuslanarli o'lim. Pushkinning Moskvadagi muzeyda Pushkin haykalining yanida ashu do'ilga tushgan erning haykali bormish. Bir kitobda shundoq o'qiganim esimda, dedi anam va kaynidan o'z ko'z qarashlariga o'tib ketdi. Aqllarning ayollar bilan safarga chiqmaslik, yanida o'ltirg'izib mashina haydamaslik degandek so'zlarning asosi bormi? Mushu Birinchi Dunyo urushi va Ikkinchi Dunyo urushi ayol sababidan bo'lganmish. Pushkindek shoirning yana birsi chiqishi notoyinda. Unimi ayollar tugatdi. Biz undaq degan bilan u o'limni muhabbat uchun deb sharafli his qilgandi balkim. Odam bir ayol uchun yashamdi. Bir ayol uchun tug'ilganmi? Uning ota-onasi, qarindoshlari, do'st yaranlari yo'qmi? Uni yaxshi ko'radigan boshqa odamlari yo'qmi? Bir odamning dunyoga kelmaki, 30 yoshga kirmaki osonmi? Anam bilan bo'lgan har qanday paringim mushu tarzda bo'ladi. Anam bir ishni desa, oxiriga ko'z qarashlarini qo'shib so'zlab, deyishayotgan temadan chatnab ketadi. Oxirda bolalari kelinlariga kelib to'xtaydi. Ularning detiga yoqmagan taraflarini deydi. Ibratlik tamsillarni so'zlaydi. Ko'p vaqtda bundaq so'zlarga radiya beratdim. Hazır o'ylasam, onamning aytqanlari o'rinliq ham vazni bor gaplar ekan. Programmani unga olmoqchi bo'lib, u ayolni ovoz artistlari bilan uchrashtirdim. Bu albatta shu ayolning talabi bilan bo'ldi. Shu kuni onamga bu ishni so'zlab bersam, dasturxonning hisobotini kim qildi deb so'radi. Aslida u ayol ovoz artistlari bilan ko'rishay degandekin shu ayolni qilamdikin desam, jim o'tirdi. Shuning bilan men qilib etdim. Mehmon qilganning savobi bo'ladi, lekin bu yerda pozitsiya masalasi bor balam. U ayol bilan iqtisodiy muomala qilishingiz sal qiyin bo'ladigandek turadi. Barna ochingizmi borgandi? Bo'pti. Barna yaxshi ayol. Sizni yomon yo'lga boshlamaydi. Kuyinidi deb o'ylayman. Har holda ko'p diqqat qiling, dedi ana. Bir necha kun o'tib, hayajon bilan uyga kirib, ana programmada so'zlab beradigan bir bolani topdim. Zaharlik chekimlik chekib, turmada 8 yil yetib chiqqan bola ekan. Mening kashmishim boshqalarga savoq bo'lib, bir bola bo'lsa-mu, yomon yo'ldan qaytadigan ish bo'lsa, qandoq ish bo'lsa qilaman deydi ekan, dedi. U bolani nereden topdingiz? Dedi anam, analarga xos ehtiyotchanlik bilan. Bir do'stimning do'stining inisi ekan. Bugun u bolani hadisi boshlab keldi. Tamoq yegash ko'p paranglashdik. Ata unga oladigan bo'ldi, dedim hayajonlanib. Bir necha kundan keyin ishlagan programmalarimning ulgu nusxasini anamga anglatdim. Anam ovoz artisi Abidaning ovozini mo'maylardek chiqarib aytgan cho'chkini anglab bak kulib ketdi.
bek o'xshabdi. Keşkiçe momaylarga o'qitmay, bovaylarmı aytib bersin. Bovayninkini yana birisi o'qisin, dedi. Asli rejissor sen ekansan, ana. Uqmay qaptiman. Ma'qul, bovaynimi o'qishga taklif qilay. Endi bu romanni anlig'in. Karima Nodirning Öksüş namli romanini rollarga bo'lib o'qitdim. Kenanni bir bala voyiga yetkazib o'qidi. Nalanni Arzgul Mo'min Nalandan oshirib etdi. Abdur so'zini birsi churik po'riqini chiqarib so'zladiki, muzika bilan qo'shilib, texmi o'zgacha chiqdi. Rost qizim, yaxshi bo'pti. Muzikasi bak tushibdi, dedi anam. Bu ovoz artistlari bak talantliqmi balam? Bulardan keyingilarmi mushundaq yaxshi chiqarmi? Hay, bundaq chiqmaydi-jumi? Bular hammasining xos aloyidligi bor. Endi buni angla ana. Bu heliqi balaning bayoni, dedim. Anam 50 minutlik söhbətni anlap bo'lib, esadab yig'lab ketdi. Ras işdigan odamga ajoyib ta'sir qiladi, ha? Bu balaga Allah insof beribdi. So'zlab berganining o'zi sabab. To'g'ri qilibdi. Boshqalarni yaxshi yo'lga boshlay, ularga yordam qilay debdi. Yaxshi niyatmi bir savab. Odam birovga bir narsa bersila sadiqa bo'lmaydi. Yaxshi so'zmi, yaxshi niyatmi sadiqa bo'ladi, dedi ko'z yoshlarini surtib o'ltirib. Sana qaysi so'z eng ta'sir qildi, ana? Bu bala yurtidan Urumchiga chiqib, necha yil zahar chekib, o'ruqlab ketganda, yashinib qolgan dadisi izlab kelib, bolasini to'nimay o'tishib ketgan. Menmo dal mushu bayonini so'zlab berib atqanda o'zimni zodi tutolmagan edim. Bechora bovay bolasini izlab yurtidan bu shaharga kelib, so'rab, tamtirab yurganda bu bala dal xumari tutib, aldirash heroin izlab chiqib ketayotgan chaq ekan. Dadisi bilan do'qirishib qopdi. Bala dadisini to'nibdi. Bir teri, bir ustixon bo'lib qolgan bolasini ko'z nuri ojizlashganda da to'nimay qarabdi. Bu bala qattiq azoblanib, kayniga qaytib, uyga kirib, derazadan necha yil ko'rmagan, siyg'ingan dadisiga qarab yig'labdi. Dadisi uy tarafga qarab, tomga yo'linib, qattiq nonni yeb o'ltiribdi ekan. Shu kuni bala qat'iy irodaga kelib, heroin tashlashga bel bog'labdi. Hay, yoshlik, nadonlik. Bechora balalar bilib bilmay bu yo'lga mengib kelib, kayniga yanolmay bu patqoqqa petib ketadi. Hay xudo, bo'lg'uluq ashu ota-onasiga bo'ladi. Jismi tirik turib o'lib bo'ladi. Bu dunyoda bola xafaligi hammadan yomon. Buningga hech nima to'g'ri kelmaydi. Anam yig'lab so'zlab atadi. Bo'ldi hoji xonim, bolalardan hech kim o'zlarini bola xafaligiga qo'ymadi. Endi yig'inlarni qo'yib, bu programmalarga baho bersizlar. Mening bahoyim hesabmi bolam? Menga bekyor edi. Yangi shakl, yangi mazmun bo'pti. Endi ashu ayol bir narsa desin. Har qanday ishni to'xtamlashib qiling. Bir odamga asonli ishinib ketisiz. Hamma bolam shundoq haqqa yuragingizni berib etisizlar. Menmi, dadingizmi shundoqdiq? Bundaqmi doğramsizlar? Ma'qul ana, u ayol ün elish o'rni bo'lmasa bo'lmaydi deydi. Endi ün elish uskunasini elishim kerak ekan. Nima? Onam cho'chib ketdi. Balam, suvni ko'rmay
ötük salmang, aval toxtamlışıp andan eling. Aval ün elish o'rnini, uskunlarni tayyorlang dedi. Buncha ishni qildirib, undaq namartlik qilmas ana. Şirketni rasmiy qurdim, ishxona elib bezidim, ichini uskuni bilan to'ldirdim. O'g'u mayli, bularchu, bu loyihachu. Buni yezib, odam tepib, o'gitib, unga elib, beshida o'ltirib, kirishtirib, bitkizmak osonmi? Bu degan mening aqliy amgikim, mablag'im. Buningga javob berish oson emas. Vay balam, odamlar shaxsiyatchi, manfaatparast bo'lib ketdi. Va'daga vafo qilish, lafzida turish deganlar eg'izdagi gap bo'lib qoldi hozir. Nima bo'lsin, to'xtamlashib, onda nima olsangiz eling. Barnohadingizga maslahat selib beqing bo'lmasa. Barnohadam shu ayolning degani bo'yicha qilishimni aytdi. Yana texi u ayolning yangi uyiga tizadigan narsa olmoqchi ekanligini, uyini muboraklagan qatorda elib berishimni dedi. Bu gap menga onamga sal g'alati bilindi. Lekin onam bo'pti balam. Cho'ng ayolning gapini rad qilmang. Shuncha pulni xarjladingiz. Qo'lni kasmigicha qon chiqmabdi. Qo'lni kasmigicha qon chiqmaydi. Yaxshisini elib bering dedi. Texi o'zi chiqib tanlab berarmish ona. Shunda qilib oladiganini elib berib, loyihanimi disklarga ko'chirib berib, to'xtamlashni kutib turdim. Ün elish uskunlarining import qilinganlarini setib oldim. Bu kunlarda kunda degida ko'rishib, mehmon qilib yurdim. Shu kunlarda menga ovoz artisi tuyuqsiz telefon qilib, shu ayolning inisining o'ziga telefon qilib, bolalar cho'chkini o'qib berishini ham o'zi bilan to'xtamlashishni talab qilganligini aytdi. Qarasinglim, bu ishni sen o'ylab, bizni chaqirtib, loyihasini tayyor qilgan tursang, endi haq bilan to'xtamlashsam, tuzingni yeb, tuzliqni chaqqandek ish qilmay deb, sendan bu ishning tegini bir bilib baqay deb telefon qilishim dedi. Beshimdan birsi bir chelak suv qo'yib atgandek andikib ketdim. Sal o'zimga kelib, onam davomliq deydigan kimning rizqi bo'lsa shu yeydi, Alloh kimga buyursa shuningga nasib bo'ladi degan so'z keldi. Va bo'pti, o'qib beraver. Bumi menga achchiq bir savoq bo'lib qolgudek. Dunyoni, odamlarni o'zimdek tuz, samimiy his qilib ketibdiman. Radio degan davlatning ovozi, ne yaxshi odamlar baharlandi. Uning ustiga cho'chaklarni bolalar anglaydi. Bolalar uchun mayli. Shular xo'shal bo'lsa, bumi mening to'hpam dedi. Kaynidilla turmadan chiqqan heliqi bola telefon qildi. Hada, meni bir bola bizga so'zlab bersangiz deb izlab kelibdi. Sizlar birmi? Tushunmayli qoldim. Siz meni boyqab tepib, menda bir umid, ishonch turg'izgan edingiz. Sizga yuzsizlik qilg'im yo'q. Yo'q. Yuzsizlikni ular qildi. So'zlab beravering. Programma degandan necha million odam baharlandi. Buningga shaxsiyatchilik qilish ketmaydi, dedim. Siz menga yana yordam qilarsizmi hada? Kulib ketdim. Xotirjam bo'ling. Har qanday chaqda izdan, qo'limdan kelsa, cho'qim yordam qilaman. Telefonni qo'yib etib, ishimga tinib o'ltirib ketdim. Sal esimga kelib, ochiq qahva damlab, sutsiz, shakarsiz ichmoqchi bo'ldim. Qop-qora qahvadan ko'tarilayotgan quyuq hidni purab, ko'zimni yumib, shiraga beshimni qo'yib, xiyolga ketdim. Qahvadan ko'tarilayotgan tuman kabi g'o'r ichida heliq ayolning zaif ruhini ko'rgandek bo'ldim. Pul, mol dunyo, xunuk axloq beshimni
Təsti götürüb qəhvəyə qaradım. Qəhvədə özümnің ümidsizlik içidimi yanılı yenevatqan gözümni gördüm. Qəhvədən kötürülüvatqan küçlük puraq bana özgəçə bir rahat bağışlavatdı. Lərzan muziki içində aldırmay bir otlamdan içdim. Qiyniq qəhvə peyğanimni səl yeniklətkəndək oldu. Dünyada içilmaydigan sırı bolmağanidek, o ayalның qaysı şirkettin qançilik şerinkani elib toxtamlaşqınını sürüştürüp bildim. O şirket bilen münasibetimiz yaxşı edi. Mənfət aldıda ademilik qudretini yoqtadigan davrga kelib qaldıq-mı? Keşte bu keyfiyatimni anamga bilindirmeslik üçün anamni 5 yıldızlıq mehman sarayının tamaqxanasıga aparmaqçı bolup anamga "Bək çarçapdı mən ana, ikimiz köngüllük bir tamaq yap keləyliçü" dep qayıl qıldım. Tolumu azada bu tamaqxanada artıq gap qılmay oldurdum. Anam acayip səsgür ayal edi. Dəsləbdə tamaq bahalarının qimmatligini sözləb, "Boldi, az buyurtdun. Bu yerdən tez tamaqxanalar yaxşı hem ərzan edi" dedi. Və yana "Muhitini dep kilislərğu hə bu yerge" dep özü xulas qıldı. Tamaq yegiçə maňa diqqat qılğan bolsa kerak. Çay içip oturup söz başladı. Bugün bu yerge bir xapılıqda nemi qılarınızını bilmey kelgendek tursiz. Nemi boldunuz balam? Birer köngülsizlik boldu mu? Yoq, hiç nimi bolmadı. Seni bundaq yerlerge arlap eklimen qoğu. Çarçapdı men. Şuna ruhsuz gördün kendimi. Anıdın yakın kim var? Közümüzden çıkıp durudu. Neymiş bolsa içinizge alman, ağırıp kalısız. Vay, bu dünyanın payanı uzun. Siz tehi hiç nimini görmediniz. Turmuşunun ne boran çapkını aldı da bunçilik işler nemi idi balam. Köңlüňizni yerim kılma. Anamның köңlümni yasap degen bu sözlerge çedemedim mi? Eytavır özümni tutalmay şunda qattiq yığlap ketdim. Anam bir haza jimip ketkendin keyin meni paxrığı bastı. Yığam texim avjiga chiqdi. Anam Boldi yığlamang. Nemi boldi? David'tin yeniklep qalısız. İçinizge salmang. Boldi, jiq yığladınız. Men bu çayını içip etim. Dep göz yaşlarımni sürttü. Men bolgan işlerini təpsili sözləp berdim. Yığılap durup sözləp anamның çırayıga qarmıgan ekenmi. Onu gepimni jimjit anlavatıdı dep oylap dikenmi. Sözümni tügütüp qarsam, anam menden mi bek ese dep yığılap oturupdu. Bunu görüp jürükim eqip ketkendek boldu. Sen nemiş ki yığılaysan ana? Oran tursan, ağırıp kalsan qandaq qılıman. Yığılımığına jenim ana. Hem de anamni men bəsləşki ötdü. Çekken japalarınızga, keç uxlamay yazgan nərslərinizge, əmgeklərinizge yığılavatdı men kızım. Dünyada bundaq namertlik, yüzsizlik bolamdı. Hiç bolmasa bir düşendiriş mi bermey ketkinini qara. Hergiz köňlüňizi yerim kılman balam. Bu dünyada bir adil taraza. Allah haman adil cevap beridi. Yığlama. Siz bek ah köňül, hemme adamga yaxşylyk qılaman dep qanat qıqıp tursiz. Haman ecrini görsiz. Şu keçisi anam ikimiz zat uxlay almadık. Menmi anamның uxlamagynny bilip yatdyman. Anammi mening tiniqlarimdan uxlamagynymny bilip yetipdi. Bir çağda anam tuyuqsuz qopup, közümni silap,
Boğunup yığılavatqanımni bilip, meni bağırğa besip təsəlli berdi. Bundaq yığılısınız, yürükümni yep olursiz balam. Boptu, zihninizni mən toldurup berimen. Qılğan əmgekləriniz şunçilik işini qıla alaydı ekanman deb özünüzni sınığınız, iqtidarınızga bergen bahayınız bolup qalsın. Şu pulga özümge işenç, tecrübe sabaq setip aldım deb bilim. Dedi. Anam dostlarımga naiti toğru baha bereleydi. Dostluk hakkında özüge xas təbirimi var idi. Dostluqni qadirləşni tapalaydı. Şu günü keşte anam bana mundaq bir çöçekni sözlep verdi. Bir adam tağ yolida bir şirik küçükini tepip elip, öyiga elip ketip beqivatdı. O şirga intayin köyünüp, xuddi balasını baqqandak muhabbet bilen beqipdi. Şirmo bu adamga şunda könüpdü. İkisi tang yetip, tang oynap, neçe yılını birle ötközüpdü. Şir egisiga erkilep, qo'llarini yalap, esilip o'ynashga amroq ekan. Şir cho'ng bo'lib, vahshiy erkak shirga aylanibdi. Lekin bir-biriga yana shundoq amroq bo'lib yashab beribdi. Egisimi kichikidan o'z qo'lida cho'ng bo'lgani uchun uni hech qanday vahshiy hayvon deb qaramaydi ekan. Bir kuni u odam Şir bilan safarga chiqibdi. Yo'l bo'yi Şir naiti rayishlik bilan egisini ko'tirib mengibdi. Barg'ali yerida hamma odam ularga havas qilibdi. Şir sizni yavatmamdi, uningdan qo'rqmamsiz deb so'rabdi ko'rganlar odam. Bu mumkinmi? debdi o odam. Kishilar Şirdan so'rabdi. Sen nemishqa uni yemaysan? Bu mumkinmi? debdi Şirmi. Bir kuni ular qumluqdan o'tmoqchi bo'pti. Bu yerda bo'ronga uchrab, hamma oziq to'lekini, suv qatiqini yutirib qo'yibdi. U odam qayg'urgan holda Şirga tasalli berib, "Taqat qil do'stim, qumluqdan o'tib olsaqla sana to'yg'udak narsa beraman" debdi va Şirning ustidan sakrab tushib piyoda menibdi. Bir kun o'tibdi. Echirqab ketgan Şir u odamning atrofida to'xtamay perqirashga boshlabdi. 2 kun o'tibdi. Şir egisining put-qo'llarini yalashga boshlabdi. 3 kun o'tibdi. Şir uni asta tishlab qo'yadigan bo'ldi. 4 kun o'tibdi. Şir uningga tishlarini hengaytishga boshlabdi. 5-kuni echirqagan Şir qonga to'lgan ko'zlarini chakchaytib, egisi o'zini silavatgan paytda uningga etilibdi-da, ko'zni yumib ochqicha u odamni yeb etibdi. Egisi toki o'lgicha Şirning o'zini nima uchun yeganligini bilmay qoldi. Hayotdami ba'zi do'stliklar manfaat ustiga qurilgan bo'ladi. Omad kelgan chaqda bu do'stlik nihoyat yaqinda ko'rinadi. Lekin hayot mamatlik paytga kelganda, boshdan omad qushi uchib ketganda, eshki ko'rikdan o'tib bo'lgandan keyin o'zining shaxsiyati uchun abdi bashirsini ashu Şirdak oshkorlab qo'ydi. Balam, shunga hamma ishga ma'lum orliq saqlab orlish degan edi anam. Bugungi kunda yig'lab, halsirab yurganimda anamning ashu chaqda bosh ko'zimni silab, ko'z yoshlarimni surtib, bag'riga besib bergan tasallilarini aslab, ming pora, tuman ming pora bo'lib ketmoqdimi. Amdiki kechalar o'ychan va jimjit. Ma'qul amsa, bugun o'shunchalik o'qiylik. Kelar qitim ko'rishaylik. Aman bo'lib.